Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyani qor bosmoqda. Moskva ko'chalarida qor tog'lari paydo bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Tinimsiz 4 kun yoqqan qor sababli Moskva ko'chalarida ayrim joylarda 7-8 metrgacha yetgan qor uyumlari paydo bo'lgan. Vladivostokda ham shu holat. Bir sutka ichida shaharda bir oylik yog'ingarchilik me'yori yog'di. Avtomobil, avtobuslar va hatto maxsus texnika ham qor uyumlarida qotib qolmoqda. Shamol tezligi 27 metrgacha yetmoqda. Rossiyada majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishdan bo'yin tovlagan mehnat muhojirlarini javobgarlikka tortish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin ma'lum qildi. Rossiyaga 3 oydan ortiq muddatga borgan xorijiy fuqarolar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish muddati 90 kundan 30 kungacha qisqartiriladi. Tibbiy muassasalar ko'rik natijalarini Rossiya Ichki ishlar vazirligiga, yuqumli kasalliklar aniqlangan taqdirda esa Rossobnadzorga taqdim etish shart bo'ladi. Bu choralar qoidabuzarliklar aniqlangan hollarda migrantlarni tezkor ravishda deportatsiya qilishga qaratilgan. Tibbiy ko'rikdan o'tishdan bo'yin tovlaganlik uchun ma'muriy javobgarlikka joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Jarima solinishi va sud qarori bilan mamlakatdan chiqarib yuborish ehtimoli mavjud. Migrantlarning sog'lig'i haqidagi hujjatlarni soxtalashtirish esa jinoyat deb hisoblanadi. Vyacheslav Volodinning aytishicha, ushbu choralar migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirish va jamoat xavfsizligini oshirishga qaratilgan. Markaziy Osiyodan kelayotgan migrantlar terrorchilik guruhlari tufayli xavf toifasiga kiradi. MDH bosh kotibi Sergey Lebedov shunday fikr bildirdi. Terrorchilik soni ortib borayotgani, shuningdek, Markaziy Osiyo fuqarolari orasida bunday shaxslar ko'paygani haqidagi ma'lumotlar bizni xavotirga solmoqda, deydi u. Alisher Qodirov o'zbekistonliklarni zudlik bilan Rossiyani tark etishga chaqirdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyada bo'lib turgan o'zbekistonlik migrantlarni mamlakatni zudlik bilan tark etishga chaqirdi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida yozdi. Uning ishoning deya urg'ulashicha, Rossiyada bundan buyon vaziyat oy sayin faqat yomonlashadi. Alisher Qodirov birinchi marta Rossiyadagi o'zbekistonliklar migrantlarga mamlakatni tark etishga chaqirib, u yerga ish izlab bormaslik haqida gapirmayapti. Deputat Rossiyaning Ukrainaga nisbatan bosqinni qorlaydigan o'zbekistonliklar migrantlarga nisbatan mamlakatdagi g'ayriinsoniy holatlarga keskin munosabat bildirgan sanoqli faollardan hisoblanadi. U navbatdagi postida yana migrantlarga yuzlanarkan, ularni daromad uchun oilasining ko'z yoshlariga sabab bo'lib qolmaslikka chorlagan. Aqlingizni ishlating, Rossiyadan tezroq keting. Hech qanday daromad ota-onalar va farzandlaringizning ko'z yoshiga arzimaydi, dedi u. Migrantlarning Rossiyada bo'lishiga oid tartib kuchaytirilishi mumkin. Xususan, Rossiya Federatsiyasiga 3 oydan ortiq muddatga borganlar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish davrini 90 kundan 30 kunga qisqartirish taklif etilmoqda, deya ma'lum qildi Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin. Tibbiyot muassasalari tekshiruv natijalarini Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligiga, allaqachon yuqumli kasalliklar haqidagi ma'lumotlarni esa Rossobnadzorga yuboradi. Ko'rikdan bo'yin tovlagan migrantlarga jarima solinishi, hatto sud qarori bilan mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkin.